Tekinga brend ostida ishlab chiqarilgan gaz plitamizni sotib olasiz va xuddi shu brend ostida ishlab chiqarilgan plysos va mikrovolnovkamizni tekinga olasiz. Gaz plitamiz oddiy gaz plita emas, bemalol navorotlarni ko'rsanglar bo'laveradi. Pastlari duxovkamiz gazda ishlaydi, tepa elektrический o'zini kompleksida ikkita patnis va bitta setkalari bo'ladi. Bemalol duxovkani gradusini bu yoq tarafda ko'rib tursanglar ham bo'laveradi. Oynalari ham 2 qavatli bo'ladi. Gaz plitamizning zajigalkasi o'zida bosib yonadi. Gaz kontrollari ham bo'ladi. Rishotkalari ham oddiy temir rishotka emas, chugunivir rishotka bo'lyapti. Duxovka taymerlari, duxovka past отдельный ligrovkalari hamma navoroti bo'ladi. Podarkasiga berilayotgan plyusosimiz ham, mikrovolnovkamiz ham keladigan bo'lsa, 18 litrli plyusosimiz 3 yil ofitsialniy servis sentr garantiyalari bo'ladi. Asosan katta uchastkalar uchun mo'ljallangan plyusosimiz ishlayotgan payti yarim soat, 1 soat, 2 soat ishlagan taqdirda ham qizib ketmaydi. Motorlari ham mis qorishmali motor bo'ladi. 20 litrli mikrovolnovkamiz ham 15 ta programmali bistro razmorozkalari bo'ladi. 3 yil ofitsialniy servis sentr garantiyalari bor va uchalasini ham 12 viloyatda servis sentrlari bo'ladi. Gaz plitamizni $335 ga sotib olasiz va aytib o'tganimdek podarkasiga plyusos va mikrovolnovkani tekinga olib ketsangiz bo'ladi. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.